Assalomu alaykum. Bizani kuzatib borayotganlar, xudo xolisa bizga azob qo'yinglar, sizlarga yaxshi ma'lumotlar berib boramiz. Radiatorni ularning ishida qanaqaga ahamiyat berish kerak? Hop, biz ko'proq podachani tepadan berib, obratgan pastdan beramiz. Ko'pchilik pastdan ulanish xato deydi. Xato degani biz ko'proq administrativni o'ziga ulasa, fizika qonuni bo'yicha ishlagani uchun ko'proq biz nasoslar orqali ishlatganimiz uchun podachani tepadan, obratgan pastdan beramiz. Buni yaxshi tarafi suv tepadan kelib pastga yoyilib ketadi. Endi agar pastdan bersak, birinchi suv tepaga chiqib turib, keyin bunaqasi borib pastga yoyiladi. Shuning uchun ko'proq biz tepaga beramiz. Tepaga berishlikning yana bitta afzal tarafi, bu yerga termogalovka qo'ysak bo'ladi. Termogalovkada bizning xonamizni haroratiga qarab turib o'chirib yoqadi radiatorimizni. Yana bizning foyda tarafimiz gazdan, elektrikdan tejaladi. Nimaga desangiz, xonani haroratiga kelgandan keyin termogalovkamiz o'chiradi, hammasi o'chirgandan keyin kotelga dam beradi. Xudo xolisa bizga azob bo'lib qo'yinglar. Sizlarga bu foydali videolar qilishlikka xudo xolisa harakat qilamiz.